Ijtimoiy tarmoqlarda BMW rusumli avtomashina haydovchisi poytaxtimizning Yashnobod tumanida o'ziga tegishli bo'lgan transport vositasini tezligini saqlagan holda orqa balon qismini sirpantirganligi, ya'ni drift qilganligi holati aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan haydovchi chaqirtirildi. Shu o'rtog'imiz to'yida mashinani orqa balonni tutatgandik. Ijtimoiy tarmoqqa tarqalib ketibdi, ballar videoga olib chiqarib yuboribdi. Mumkin emas ekan bunaqa qilish. Endi tushunib yetib oldim, mumkin emas ekan bunaqa qilib orqa balonni tutatib nima qilish mumkin emas ekan. Boshqa qaytarilmaydi. Qilganingizdan afsusdamingiz? Qilganimdan afsusdaman.